Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun men shaxsiy kontent qilishni lozim deb topdim. Mana bu men yashab ulg'aygan Shahrisabz tumanidan videoga olyapman. Mana bu qarshimizdagi Shahrisabz Hisor tog'lari. Mana manzara. Tog'larda qor juda yaxshi yoqqan. Mana bu Tanxoz daryosi. Mana bu tomoni Shahrisabz tuman Qutchi qishlog'i. Mana bu yog'i esa Shahrisabzning To'da maydon qishloq tomoni. Mana suv. Daryoni oqqanini qarang. Nasib bo'lsa kelgusida bir sifatli kontent qilishga harakat qilamiz. Jahon ommaviy axborot vositalarining eng ilg'or vakillarining ishonchli manbalarga tayanib, sizlarga sifatli, issiq, qaynoq va tezkor xabarlarni yuborish uchun bel bog'laganmiz. Tez kunlarda o'z ovozim bilan o'zim yaxshi bir kontentlar qilib sizlarni xursand qilaman. Bizning kanalimizda qoling, biz bilan bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar.